Алло. Да, говорите номер, цифры. 45. 45. 46, 56. По-русски. Ага, по-русски не знаю, не надо по-русски. 45. 45 açtım. 45 açtım. 46, 72. Нет. Подождите, вы по-русски можете? 42, 76, 55, 2 Ага, ben Arap'ını bilmem. Ruski ne надо da Ruski. Чуть-чуть понимаю. Ну, номер карты можете назвать полностью? Цифры можете назвать? Телефон номер мой Сбербанке у меня телефон номер есть, да? Нет, только карта Сбербанка, номер карты. Сбербанке онлайн телефон номер, да? На карту Сбербанка, да, Сбербанк номер. Говорите по одной цифре. 4, 2, 7, 6. Kafamdan koparıp, kafamdan. Türkçe понимаешь, Türkçe? Какой? Türkçe, понимаешь? Говорите. Selam aleyküm. 46. Говорите номер карты. İngilizce понимаешь? Какой? İngilizce. Английский? Ha. Говорите. Ах, бeni İngilizce. Не знаешь, да, İngilizce? Знаем, говорите. Ben bilmem İngilizce. Алло. Алло. Ben bilmem İngilizce. Нет, не знаем. Русский можете сказать? Русский чуть-чуть понимаешь. У вас баланс на карте какой? Ах, не знаю баланс. Баланс какой у вас на карте? Kartada mı? Карта Борна? Karta bor. Карта Дури? Çıkmadım. Сейчас Alo. перезвоним, хорошо? Хорошо. Şu muzikani men o'rnatib olganimdan keyin bana muzikani o'chirib bering deyapman. Xizmatni o'chirmoqchimisiz umuman? Ha, o'chiring deyapman. Hop. Mendan olib ketgan pulni ham qaytarib bering deyapman. Nimaga endi? Qaytarib beradi. Kim qaytarib beradi? Bana musiqaga pulni oldi-ku. Yo'q, uni qaytarib bo'lgan-ku musiqani. Endi uni pulni qaytarmaymiz biz. Yo, men sizga qaytarib beryapman musiqangizni. Bunda qaytarib bermang. Ha. Sizga kerak emas musiqangiz. Yo, bitib sotib endi olmaslik nimasi bu? Nima ishlating, sotib oldingizmi? Magazinga borib kiyim olsangiz, shu pulni berganingizdan keyin qaytarib olib kelsangiz, sizdan olishmaydi-ku. Xuddi shunaqa narsa bizga ham xizmat kerak. Bo'ldi, siz sotib olgansiz. Yo'q, qarang. Men hech bo'lmasa bir 20 sentini qaytarib beringizlar. Yo'q, biz qaytarmaymiz pulni. Bo'li xizmatni sotib bo'lgan. Agar o'chirmoqchi bo'lsa, o'chiring, lekin pul qaytarilmaydi. Men sizga o'chirish kodini yuboraman, musiqa ham quyib ketadi. Savolingiz bormi yana? Yana banag'i 48 sent debdi. Hop. Ana shu 48 sent olmay 78 sent kutib qoldi-da, Xudoga tavba qildim. Qancha pulingiz bor edi? 80 sent bordi, 2 sentim qoldi. Qancha pulingiz bor edi? 80 sent. 80 sent bor edi. Yoqtirish 20 sent, abonentskiy 3 sent bo'lsa, 80 sentingizdan 23 sent ayirib tashlaysiz. Yo'q, u bachchani, banag'i shu gapni bachcham aytdi menga. Bitta bachcha bor ekan oldingizda. Hop. Shu bachcham aytdi. Hop. Shuni o'chirgandan keyin pulim qaytdi. Tarif rejangizga aslan yechilgan. 48 sent musiqaga, 20 sent yoqtirish, 3 sent abonentga. Xohlasangiz ishlating, agar xohlamasangiz o'chirib qo'ying. Sizga kodini yubordim. Bundan ortiq savolingiz yo'qmi? Yo'q, men hozir moldaman. Shu bepul so'rashim ham yo'q. Shunga hech bo'lmasa bir 20 sent telib jaring. Yo'q, endi biz sizga o'zimiz pul tushirib bera olmaymiz shu sizga. Kompaniyada unaqa. Yo'q. Qaysi biri?
Nasiyaga shuni kesib olasiz telefondan. Ha, bir kun tushirgan paytim kesib olasiz shu 20 sent. Qachon tushirasiz? Meni moldan qaytib boraman hali tovdan uyga. Qachon borasiz uyga? Uzoqni 3 kunlarda boraman men uyga. Qachon keldingiz o'zi o'tga? Molg'ami? Ha, molg'a. Ha, shu. Ha, qachon? Bir 2 soatcha bo'ldi. Ha, endi keldingizmi? Ha. Undan oldin qayerdan pul tushirgandingiz? Anavdan qishlog'imizdan tushirib oldim. Qishlog'ingizdanmi? Qishlog'ingiz qayerda? Anavda. Banaga Kiyikning balanti do'stlik deydi, Oqqo'tan mahallasi. Ha. Ana shundan shu yerdan paynetimiz bor o'zi. Kimning nomidan nomeringiz? Nomerim birovning nomida yo'q. Voy, bilmasangiz men sizga pul tushirib bera olmayman-ku. Yo'q, men shu nomerdan o'zingiz pulingizni qaytarib olasiz, opa. Yo'q, men qaytarib ola olmayman. Xizmatdan foydalanib bo'lgansiz. Endi uni qaytarib ola olmayman. Nomer hech kim nomida bo'lmasa biz sizga pul tushirib bera olmaymiz-ku. Iltimos opajon, iltimos. Hop, mayli kompaniyadan sizga 10 sent beramiz. Xohlaysizmi? 10 sent. Quchoq tashlashga yetadi. 10 sentga nima? Ha, yo'q, xohlamasangiz umuman bermaymiz. Mayli, opajon, iltimos. Bo'ldi, 10 sent beraylikmi? Ha, 10 sentga beringizlar, iltimos, moldamen. Bo'ldi, 10 daqiqadan keyin atiga 10 sent tushirib beramiz. Boshqa savolingiz yo'qmi? 10 minut deydimi shu 10 daqiqa? Ha, 10 minut degani. Xo'p, mayli, rahmat opajon. Tushirib beraylikmi? Ha, rahmat. Bo'ldi, 10 minutdan keyin shu tekshiring. Savolingiz yana bormi? Yo'q, rahmat sizga opajon. Salomat bo'ling.